pul ko'p bo'lishlik bilan bo'lmaydi. Boylik behtarin dunyoda zotlarni kiyishlik bilan bo'lmaydi. Boylik zamoniki bir joyda bir baraka bo'lsa, avval bilan bizlar aytib borishligimiz bilan bo'lmaydi. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Valakinnal ghina ghinan nafs." Lekin g'ino boylik nafsni boylaydi. Siz izzatdan o'sha pulni berasizki, siz nafsingizni zalil qilsangiz, o'zingizni hisob qilsangiz, o'zingizni mutavozi bilsangiz, u pok nishonar Alloh subhanahu va taoloning huzuriga sajda qilsangiz, u pullar bizni izzatdan bilamiz. Izzatdan zamoni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo ilk osmonni tepasidan nozil qilgan zotga iymon keltirishimiz bilan bo'ladi. Izzat o'sha bilan bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qadamlarini qadamidan qadam qo'yishimiz bilan bo'ladi. İzzet sizi bizni xohishotimiz bilan bo'lmaydi. İzzet sizi bizni bema'no rasm rivojimiz bilan bo'lmaydi. Balki izzat Alloh bilan bo'ladi. Laysal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bu dunyoda shundayki, bir nafar biyarsiz 200 tijorat qiladi, to'rt tomondan o'ziga jamlaydi, chittigina puldor bo'ladi, chitti ma'lum o'rtasida izzatdan topiladi, o'shani hammadan izzatdan beradilar. Qatlarni ustiga chiqarib qo'yadilar. Bir musafirga hamisha ibodat bilan bo'ladi, Allohning zikri bilan bo'ladi. Uning ichida qo'yadilar, odam bilmaydilar. Bu bilan izzat emas. Izzat shuki Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lishlik bilan bo'ladi. Biluni Allohga taslim bo'lishlik bilan, biluni Qur'on bilan, biluni sunnat bilan, o'zingizning o'rtang'izdagi rasm rivojlaringizni Qur'onga muxolif bo'lsa, hech vaqt bizga izzat kelmaydi.